Rashida nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti maktabgacha ta'lim yo'nalishi 201 guruh talabasi Umarova Sevinchning tabiat bilan tanishtirish metodikasi fanidan tayyorlagan taqdimoti. Mavzu: akvarium va terrariumda yashovchilarni parvarish qilishning shart-sharoitlarini o'rganish. Reja: akvarium va terrariumda tushunchasi. Akvariumda yashovchilarni parvarish qilish shart-sharoitlari. Terrariumda yashovchilarni parvarish qilish shart-sharoitlari. Akvarium bu suv muhiti organizmlari, baliq, suv, o'simlik, qisqichbaqasimonlar yashaydigan sun'iy muhit. Terrarium esa quruqlik hayvonlari, suvda sudralib yuruvchilar, amfibiyalar, hasharotlar, quruqlik toshbaqalari va boshqa hayvonlar saqlanadigan maxsus uy-joy. Ularning asosiy maqsadi hayvonlar uchun tabiiy muhitga yaqin sharoit yaratish hisoblanadi. Akvariumda parvarish qilishning asosiy shartlari: suv sifati, suvning darajasi 6,5–7,5 bo'lishi kerak. Har hafta 20–30% suv aralashtiriladi. Filtr doim ishlashi zarur. Harorat ko'pchilik tropik baliqlar uchun 24–28 gradus Selsiyda bo'lishi kerak. Haroratning keskin o'zgarishi taqiqlanadi. Oziqlantirish qoidalari. Akvarium hayvonlari quruq, jonli va muzlatilgan ozuqalar kunning 1–2 marotaba ovqatlantirish. Ortiqcha ozuqa suvni ifloslantiradi. Terrarium hayvonlari hasharotlar, sichqoncha, chigirtka, qurtlar, sabzavot va mevalar har bir turning biologik tabiatga mos menyusi hisoblanadi. Kasalliklarning oldini olish va gigiyena. Akvarium va terrariumni muntazam tozalash, suvni filtrlash va almashtirish. Yangi hayvonlarni karantinga qo'yish 7–14 kun. Haddan tashqari ko'p hayvon joylashtirmaslik, sifatli ovqat va toza muhit hisoblanadi. Akvarium o'simliklarning ahamiyati: kislorod ishlab chiqaradi, baliqlarga panoh bo'ladi, suvni tabiiy tarzda tozalaydi, yosunlarning ko'payishini cheklaydi. Akvariumdagi boshqa organizmlar, qisqichbaqasimonlar, krevetkalar suvni tozalaydi. Salamandralar va baqal lichinkalari sho'rma suvda yashashi mumkin. Salyagalgozlar yosunlar yeydi, ammo ko'payish nazorat qilinmasa muammo bo'ladi. Akvarium hayvonlari ozuqa turini har kun o'zgartirib turish, biyomga quruq muhit kuzatilgan bo'ladi. Ozuq miqdori 5 daqiqaga yeyiladigan hamda hajmda bo'ladi. Baliqlarni haftasiga 1 kun osh tutish hazmini yaxshilaydi. Terrarium hayvonlarida hasharotlar kalsiy kuni bilan sepib beriladi. Yirik sudraluvchilarga maxsus vitamin komplekslari berish zarur. Ovqat turi hayvonning biologik tabiatga mos bo'lishi, yirtqich vegetarian aralashmasi bo'ladi. Xulosa: akvarium va terrariumdagi hayvonlar sog'lom yashashi uchun suv yoki quruqlik sharoiti, harorat, yorug'lik, gigiyena va to'g'ri oziqlantirish muhim. To'g'ri parvarish hayvonlarning umrini uzaytiradi va ularning tabiiy xulq-atvorini saqlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.